Demak, aziz tomoshabinlar, bugungi video darsimizni boshlar ekanmiz. Darsimizning mavzusi bilan tanishib olamiz. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish tizimi deb nomlanar ekan. Shu bilan hozir rejalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi reja kasbiy kompetentlik haqida tushuncha, ikkinchi rejamiz esa kreativlik haqida tushuncha bo'lar ekan. Demak, kasbiy kompetentlik bu endi hammamiz bilamiz, o'qituvchining mustaqil o'zining mahoratini anglatadi. Kasbiy kompetentlik o'qituvchida tajribaga asoslangan bo'ladi. Ya'ni o'quvchilar bilan ishlash, kreativlik, kommunikativlik, kollaboratsiya va kritiklik nuqtai nazarlarini inobatga olishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'quvchilarning do'stona, vatanparvar qilib tarbiyalanishida ham bu muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy kompetentlik juda yuqori bo'lsa yaxshi bo'ladi. Demak, kasbiy kompetentlikning sifatlari haqida ham gapiradigan bo'lsak, ijtimoiy kompetentlik va maxsus kompetentlikka ajralar ekan. Ijtimoiy kompetentlik deganda, masalan, o'zining nomidan kelib chiqqan holda jamoa bilan ishlash, kollektiv bilan yaxshi munosabatda bo'lish va hokazo shularni taqozo etadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda ham ijtimoiylikni targ'ib qilishi ko'zda tutiladi. Demak, maxsus kompetentlik esa o'zidagi individ ijobiy xususiyatlarini inobatga olish nazarda tutiladi. Demak, kreativlik degan tushunchani ham keltirib o'tamiz. Kreativlik bu yangilik, yaratish, ijodkorlik qilish degan ma'nolarni anglatadi. Endi kreativlik odatiy darsni o'tavermasdan o'zining kreativ fikrlarini ro'yobga chiqaradi. O'quvchilarni kreativ qilib tarbiyalaganda o'quvchilardan muvaffaqiyatli insonlar yetishib chiqishini ko'zda tutadi. Albatta, bunday o'qituvchilardan yillar davomida ustozlarining ko'z oldida xuddiki o'zining eng yaqin insoni, eng yaqin do'sti sifatida ko'z oldida xotirasida gavdalanishi mumkin bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz mana shu kabi mavzularni o'z ichiga oldi. Aziz tomoshabinlar, barchalaringiz uchun, e'tiborlaringiz uchun kattakon